Xo'p, do'stlar, shu videoda butun mana Dugoba Resortda hamma xonalarni ko'rsataman. Ko'rsatib, 3 kishilik, 4 kishilik, 6 kishilik, 8 kishilik, 10 kishilik kottejlar, lyuks xonalar hammasini o kottejlargacha orqasigacha ko'rsataman, narxi bilan aytaman. Qizig'i bo'ladi, oxirigacha turinglar. Orada keyin turlarimiz haqida ham ma'lumot berib ketaman. Mana u endi mana shu 3 kishilik xonamiz hozir. Bu yig'ishtirilmaganidan keyin endi ketadi. Nima uchun hozir bugun xona bo'shsiz, ertaga tur kelyapti mana. Bu 3 kishilik xonamiz. Dush sanuzeli bilan ham ko'rsatingda mana. Dush, sanuzel, Wi-Fi, televizor, tapcha, har bitta xonaga tapcham biriktirilgan. Chiqaramiz bolajonim. Xo'p, endi bu 3 kishilik xonamiz bo'lsa, hozir mayta duxspanli bo'shi bormikin? Duxspanli bo'shi. Bunda ham ular band ekanda, band ekan. Bu ham bandmi bunisi ham? Bu ham band, bu ham. Xullas band ekan, duxspanli pastda boshqa xonadan ko'rsataman. Duxspanlisi borligini kelaveringlar mana. Xo'p. Bular tevadelar faqat 3 kishilik. Ularning narxi 600 ming so'm. Orqa tarafda ham bor. O'sha ular ham 600 ming so'm. Ana duxspanlini ko'rsatib berash, shunaqalari bor. Misol er-xotinlar uchun kemaga qaytib kelamiz. Qarang, bu 4 kishilik xona. 4 kishilik xonamiz o'zi tapchaniga ega. Shu tabiatda o'tirasiz va mana kirganingizda shunaqa mana sharoit mana. Misol uchun qishki kunida bo'lsa, mana bemalol ichkarida o'tiraverasiz. Yozgi kunda ham havo sovib ketib qoladi, yomg'irli kun bo'ladi, ichkarida dasxon tuzib o'tiraverasiz. Bo'lmasa tapchanda o'tirasiz. Bu dush sanuzeli mana. Xo'p, mana bu xonaning narxi 800 ming so'm. Mana o'zini vishilka nimalarigacha bor, patinka qo'yadigan. O'zini so'risi bor. Shunaqa xonadan, misol uchun 4 kishilik xonadan orqa tarafda ham nechta bor? Orqa tarafda ham bor o'sha xonadan. Uni ham narxi 800 ming so'm. Faqat u so'risi u yoqda bo'ladi. Endi qarab turing. 4 kishilik xonalarimiz bitta bo'lsa, orqa tarafda ham 4 kishilik bo'lsa, 3 kishilikniki ham orqa tarafda ham 3 kishilik bor. Bu 8 kishilik xonamiz. 8 kishilik xonani nimasi? Mana o'zini so'risi bor va mana 8 kishilik xona. Bemalol kirib ko'rishlaring mumkin. O'zini ichida dush sanuzeli nimasi bor. Nima deydi? Ash eshikni ochib ko'rsatavering operator. Shuni dush sanuzelini, ash oshxonasini ko'rsatib yuboring. Mana shunday ko'rsating. Mana bu yerda katta panorama aynida o'tirib olib, tog'ni tomosha qilib o'tirsangiz bo'ladi. Qani yuraveramiz bolajonim. Chunki video cho'zilib qolmasin, odamlar oxirigacha ko'rish uchun. Bitta like bosib qo'yasiz endi, sababi to'liq ko'rsatyapman-da hozir. Xo'p, orqa tarafdagi xonalar qana bo'lar ekan deganga 4 kishilikni bitta ko'rsatib bering. 3 kishiliklarni ko'rsataveraman. Buni hamma endi 1 minutingizda nima qilmaysiz endi, ayamaysiz. 1 minutda ayamaysiz. Ber. Xo'p, mana kelaveringlar. Xo'p, mana bu mana 4 kishilik xonalar orqa tarafi endi bu mana. De kirganda dush sanuzel, Wi-Fi, televizor bor mana. Oynasi bor. Bir xil xonalarda oynasi ham bo'lmaydi. Devormanglar, so'kib bermanglar. Ketdi bo'lmasa, endi shu bilan kottejlarga qarab ketamiz. Kottejlarga qarab ketamiz. Qani yuravering-chi. Operator bolam. Xo'p. Bu yer bolalar maydoni hozir abid payti hozir turimiz kelyapti. Kelganda nima deydi? Hamma xonani tayyorlab berganmiz. Shuning uchun bo'sh. O'zi bo'sh xona bo'lmaydi bizda. Hozir misol 100 kishini kelib joylab yuboramizda batga. Bo'shligidan foydalanib, xonalardan foydalanib qoldik. Xo'p, bu mana kottejlarimizni orqa tarafda so'risiga olib o'tib ketyapman. Eng like bosadigan joy chetda. Odam bormi? Ash pardani orqasiga o'tib turinglar. Bo'ldi. Mana. Xullas kalom, mana shu tabiatimdek ko'rsatmay, operatimdek olib chiqib batdek manzara. Qani, subhanalloh. Bu mana shu bitta narsaga e'tibor beringlar. Mana shu barglarni olib qo'ying. Shu mana hozir abid paytda jazirama bo'layotgan paytda batta shabada hech qachon to'xtamaydi. Shu shamolning yo'li. Shu yerda shabada to'xtash yo'q. Mana bunisi misol uchun mana har bitta kottejda o'zini orqasida shunaqangi so'risi bor, salqin. Men bu xonalarni ham ko'rsatib beraman. Qarang, men bu lyuks xonani ko'rsata olmayman, lyuks kottejda. Bunisi mana sal pul lyuks endi bunisi. Bunisini ko'rsataman. Shuni ko'rsatib berasiz operator. Kirganda mana o'zini 8-10 kishi o'tiradigan misol uchun mana mягкий qo'yilgan. Batta mana dilik ota-onamiz uchun
2 kishilik mana kravat, bitta dush sanuzeli. Mana dush sanuzeli. Xo'p, ketdik mana bunisi. Tevani shuni olib chiqib turib, ikkita xonani ko'rsatib bering. Ikkita xona ko'rsatsangiz, svetni yoqing bolalar. Mana o yo deydigan joyi mana turganingizda mana shu manzarada uyg'onasiz. Xo'p, bu xonani ko'rsatib bering. Demak, bu kottejimiz 10 kishilik. Mana shunaqangi. Ketdi operator. Pastga qarab yuravering, orqasidan yuguraveraman. Svetni o'chirib berishim kerakmi? Ketdi tashqariga chiqib, endi sizlarga nari ikkinchi kottejni ko'rsataman. Uchinchi kottej hozir yig'ishtirilyapti. O svetni o'chirib beramiz. Like bosib beringlar, svetni o'chirib yuribman. Tejamkorlik har doim kerak. Tejamkorlik har doim kerak. Assalomu alaykum. Aslida video olayotganim shuni olib kelaman. Qoraka, tizimlar charchamasdan. Hozir qoraka. Bilin. Xo'p, uchinchi kottejimiz hozir yig'ishtirilyapti. Bu ikkini ko'rsatay, 2 bilan 1ni planirovka sal boshqa-boshqada. Mana 2ni planirovkasi. Qarang, kirganingizda bitta xon taxtada o'tiriladi. Mana shu kuxna, narigi xuddi 4-kottejimizdaqa va bundaqangi двухспальный. Ikkinchi etajda ozgina farqi bor. Dushsangiz o'sha. Bir xil endi vaqt o'tkazmay qo'yaverdik. Nima desam bo'ladi? Mana bu xona planirovkasi mana sal kengroq mana. Bu bitta 4 kishilik yotoqxona va bu yerda mana yana 4 kishilik yotoqxona. Ketdi operator. Endi birinchi kottejni ko'rsatamiz. Bu misol oilalar uchun. 4 kishi kelsangiz ham bu kottejning narxi 1,5 million. 12 kishi kelsangiz ham 1,5 million so'm. Kottejning o'zi narxini sotib olmoqchi bo'lsangiz, misol kelib bizda bemalol shu yerda o'zingiz kuniga 1,5 milliondan to'lab 10 kishi kelasizmi, 12 kishimi, 4 kishimi dam olaverasiz. Bu do'stlar uchun. Bismillahirrohmanirrohim. Hasrat qo'yganimga bitta like, bitta izoh yozib keting. Yugurib olib mana buni kuxnasi отдельный, холодильниci bor, boshqa narsasi bor. Va mana shkaf, aytdi dush sanuzel yana shunaqa vaqt o'tmasin deyapman. Xo'p. Endi bu yotoqxona mana. Qarang, 10 ta do'st nima bo'ladi? Bemalol shu yerda yotib billa dam olsa bo'laveradi, do'stlar ayniqsa. Xurra yotadiganni tep pastga tushiraverasiz. Agar 12 kishi kelib qolsalaring deyman-da. Xullas shunaqa. Qaranglar. Endi nima turlar ham qilyapmiz deyotgandim, qarang. Farg'ona shahridan yoki Toshkent shahridan o'zimiz olib kelib, o'zimiz olib borib beramiz. 3 kunduz 2 kecha. O'sha 3 mahal ovqatlari bilan batta misol uchun Shohimardonni o'zimiz batta mashinalarda aylantiramiz. Chakatomar, nima Hazrat Ali ziyoratgohi, xo'p yana nima deydi? Pastda o'sha dilik abidlari hamma xullas 3 mahal ovqat batta ta'minlanadi. Kelgandan keyin kanatga, ali paqircha deymiz, kema, umuman ko'llarga olib borish, misol uchun ertasiga offroad mashinalarda Archa o'rmoniga olib kirish, alpinistlar lageri, Dugob alpinistlar lageri va sharsalarga olib borish hammasi ichida 1,290,000 mingga 1,490,000 so'm. Biz shu nimaga kirib bemalol qolgan videolarimizni ko'rsalaring, turlarimiz haqida ma'lumot berganmiz va odamlarning o'dziblarini eshitsalaring bo'ladi. Hammasi xursand, hamma maza qilib dam olib ketyapti. Bu yozda ham bo'ladi, qishda ham bo'ladi. Qishda qatga tur qilamiz desangiz, hozir mana yozda nimasida turibmiz, chillasida turibmiz. Nechi misol 18-avgustmi hozir bilmayman. Demoqchimanki, hozir mana zavqin joylarda o'ynatamiz. Qish kunida endi YouTube'da qishda ham ko'rasizlar videoda. Beldan yuradigan joyga olib boraymi sizlarni? Beldan qorda yuradi. Mana qorda bitta qorga tushib olasiz-da. Belizdan yurasiz, faraz qilavering va hallaqa balonlarda 5-600 metr uchadigan joylargacha xudo xolisa olib boramiz. Bizdan uzoqlashmang, joylarni band qiling. Telefon nomerlarimiz 90 009 05 01. Shu nomerga telefon qilib chiqaverasizlar. Dugoba Resort qaysi platformaga yozsangiz ham Dugoba Resort deb yozsangiz biz chiqamiz va bemalol joylarni bron qilishingiz mumkin. Nima deydi? 90 009 05 01. Sizlarni hammalaringizni kutaman. Assalomu alaykum. Bitta like bosib qo'llab-quvvatlab qo'ying, obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolisa chiroyli nimalarni ko'rsatib boraman. Assalomu alaykum.